keyingi misollarimizga tayyorlanishni boshlaymiz. Qaysi javobdagi sonlarning yig'indisi 35 ga teng debdi. Bizda A, B, C, D javoblarda 4 ta javob berilgan. Yig'indisi deganni biz bilamizki, matematik terminlarda bu yig'indi degani qo'sh degani. Demak, mana shu A javobimizdagi ikkita minus 71 va plus 91 orasiga mana qo'shuv belgisini qo'yib, ya'ni plus qo'yib misol paydo qilamiz. Mana shu misolimizni kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasini qo'yib yechamiz. Mana 25 chiqdi. Bizda necha chiqish kerak ekan? 35. Yo'q, demak A javobi emas. B javobini mana bu nuqta virgul o'rniga plus belgisini qo'yib mana misol bo'ldi. Endi kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasini qo'yamiz. Bu esa 85 ekan. Bu ham emas. Va endi uchinchisi minus 81 plus 106. Bu ham hisoblasak 25, 35 chiqmayapti. Va to'rtinchisida esa kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasini qo'yamiz. Mana shu D javobimizda 35 chiqar ekan. Navbatdagi son va raqam haqida tushuncha mavzuyimiz. Demak, raqamlar va sonlarda raqamlar 0 dan 9 gacha bo'ladi. Ya'ni bir xonali, sonlar esa 10 dan boshlab ko'p xonaligacha ketaveradi. Raqamlar cheklilikda, sonlar esa cheksizda sifatida qaraladi. Demak, masalan, deylik 2025 degan sonimizni oladigan bo'lsak, bu ko'p xonali bo'lgani uchun son turiga kiradi. Yoki aslida 8 olsam, bu 8 raqamga kiradi. Sizga qaysi qatorda raqamlar berilgan degan savollar tushsa, bir xonali bo'lsa raqamlarni olasiz. Demak, son bo'lsa ko'p xonaliga qarab turib olasiz. Demak, shu mavzuyimiz. Sonlarni bo'linish belgisini boshlaymiz. Bugun 2 ning bo'linish belgisi haqida boshladik. Demak, 2 ning bo'linish belgisi oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar, demak 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yoki yana bitta narsa, shu juft sonlar ham 2 ga qoldiqsiz bo'linadi desa ham xato emas. Demak, bitta misol tariqasida mana shu sonimizni olamiz. 763.258 sonimizning oxirgi raqami 8 bo'lgani uchun, demak 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Buni ustuncha qilib 2 ga bo'linadimi yo'qmi deb tekshirib 3 ta beramiz, 6 ta qilib o'tirish kerak emas. Buni shu oxirgi raqamiga qarab turib aytib olsa bo'ladi. Xullas, ya'ni nima demoqchimanki, shu qoidani yodlab olsak, bizga oxir raqamiga qarab uni bo'linish bo'linmasligini aytishimiz mumkin. Bu 2 ning bo'linish belgisi edi. Endigisi 3 ning bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. 3 ning bo'linish belgisi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, biz kichikroq bitta son sizga, masalan 18. O'zi bilamiz, 18 3 ga bo'linadi, 6 chiqadi, lekin raqamlarni qo'shib ko'ring-da. Qo'shsak 9 chiqadi. 9 3 ga bo'lingani uchun 18 bo'linadi desak ham bo'ladi. Yoki masalan 100, endi misol uchun 105 degan sonimizni olsak, raqamlarni qo'shib ko'raylik-da. 1 qo'shuv 0 qo'shuv 5 degani bu 6 chiqadi. Demak 6 o'sha 3 ga bo'linadi. Misol uchun 105 ni agar 3 ga bo'lib ko'radigan bo'lsak, ustuncha shaklda. Buning ichida 3 ta bor, 9, 1, 5 bo'lyapti-da, 5 bo'lib 15 bo'lyapti. Ya'ni biz mana bundoq qilib ustuncha qilib bo'lib o'tirmasdan raqamlarni qo'shib bo'lib topsak ham bo'ladi. Uni bo'linish bo'linmasligini yoki masalan mana ko'p xonali sonni oladigan bo'lsak, 700.209 degan sonni raqamlarni olib qo'shib chiqadigan bo'lsak, 18 chiqyapti. Demak, 18 3 ga bo'lingani uchun mana shu uzun turgan ko'p xonali sonimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 3 qoidasida oxirgi raqamini ahamiyati yo'q. Masalan, siz o'ylamang, oxir raqami 3 bilan tugagan sonlar 3 ga bo'linadi degan qoida yo'q. Adashtirib yubormang. Demak, bizning o'sha 3 qoidamiz mana shundan iborat. Navbatdagisi esa mana 4 ning bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. Oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxirdagi ikkita raqami o'sha 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga bo'linadi deb to'g'ri qoidasi bor. Misol uchun 100 degan sonimizni olaylik. Oxirgi raqamiga e'tibor bering, ikkita 0 turibdi. Demak, bu nima degani? Bu 100imiz 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Haqiqatda bo'linadi, 25 chiqadi. Bu tun oxir ikkita raqami 0 degan gapimizga izoh bo'lyapti. Yoki oxir ikkita raqami 0 bo'lmagan mana shu sonni oladigan bo'lsak, mana e'tibor bering, oxir ikkita raqam necha turibdi? 16. 16 4 ga qoldiqsiz bo'lingani uchun mana shu uzun 200.316 degan sonimiz ham o'z-o'zidan 4 ga qoldiqsiz bo'linadi deya olamiz. Mana shu 4 ning bo'linish belgisi.
5 ning bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. Demak, oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugagan sonlar 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, mana shu 250 degan sonimiz. Oxir raqam 5 bo'lsa, demak bu 5 ga bo'ladigan bo'lsa, qoldiq 0 chiqadi. Qoldiqsiz bo'linadi. Shuning uchun 5 ning qoidasida oxir raqami 0 yoki 5 bilan tugashi kerak degan qoida bor. Shu 5 ning qoidasi asosan 6 ning bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. 6 2 kar 3 6 bo'lgani uchun 2 va 3 ga bo'lingan sonlar 6 ga bo'linadi degan qoidamiz bor. Demak, ya'ni bitta sonimiz bo'lsa, masalan, mana ko'p xonali son, mana shuni ustuncha qilib 6 ga bo'lib o'tirib qoldiq bo'linadimi, yo'qmi topish yo'li bor. Uni bo'lib o'tirmasdan oxirida, masalan, 2 ning qoidasi bor bizda. Oxirdagi raqami 4 bilan tugayapti. Biz bilamizki, bu 4 bo'lsa 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar 2 ga bo'linadi deganni 4 belgisi qatnashyapti. Va endi keyingisini olaylik. Masalan, 3 qoidasiga ko'ra raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlarni qo'shib chiqsak, 27 chiqadi. Demak, 27 ham bo'linyapti. 3 ga bo'linadi. Ham 2 ga ham 3 qoidasiga tekshirdik. Demak, bu son 6 ga qoldiqsiz bo'linadi deyishimiz mumkin. Bu qoida asosida ishlab turib topdik. Ustuncha qilib bo'lib o'tirish shart emas. Mana shu qoida asosida topishimiz kerak. Navbatdagi mavzuyimiz yoki o'sha o'rganayotganimiz davom etkazamiz. 8 ni bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. Oxirgi 3 ta raqami 0 bilan tugasa yoki o'sha oxirdagi 3 ta raqami 8 ga qoldiqsiz bo'linsa, bu son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoidamiz bor. Masalan, 1000 degan sonimizni oladigan bo'lsak, oxirgi raqamga e'tibor bering. 3 ta 0 bilan tugayapti. 1000 ga 8 ga bo'lib ko'ring, 125 bo'lib qoldiq 0 chiqadi. Mana 3 ta raqam 0 deganiga isboti yoki 3 ta raqami 0 bo'lmasligi mumkin. Buni oxirida, masalan, bitta sonimizni olyapmiz. 760 yo'q, 7,635,912 degan sonimizni olsam, oxirda 3 tasiga e'tibor qarating, 912 turibdi. Mana shu oxirdagi 3 ta raqami 0 bo'lmagan paytda shu 912 ni 8 ga bo'lib ko'ring. Agar qoldiq qolmasa, demak, mana shu berilgan uzun sonimiz qoldiqsiz bo'linadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Demak, 8 ning qoidasida oxiri 3 ta raqam o'sha bo'linishi kerak ekan. Navbatdagi mavzuyimiz o'sha 9 ni bo'linish belgisi haqida gaplashamiz. 9 bo'linish belgisini biz bilamizki, raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bunday son 9 ga bo'linadi degan mana qoida bor. Masalan, bitta sonimiz mana shu raqamlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, 18 chiqadi. 18 bilamizki, 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana shu uzun berilgan sonimiz 9 ga bo'linadi. Ko'pchilikka mana shu sonni bersak, 9 ga bo'linadimi desak, ha, bo'linadi. Oxir raqam 9 deydi, lekin oxirgi raqam 9 bo'lsa degan qoidada aytilmagan. Shuning uchun raqamlarni qo'shib ko'ramiz. Agar raqamlarni qo'shganimiz o'sha 9 ga bo'linsa, demak, bu bo'linadi deyishimiz kerak. Bu 3 ning qoidasiga o'xshaydi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, u son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoidaga o'xshab, eslab qolsangiz, yana ham yaxshiroq eslaysiz. 10 ning 10 ga bo'linish belgisi oxirgi raqami 0 bilan tugagan har qanday son, demak, 10 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Mana oxirgi raqamga e'tibor bering, 0 bilan tugayapti. Demak, bu 10 ga qoldiqsiz bo'linadi desak bo'ladi. 11 bo'linish belgisi. Agar sonning juft o'rinda turgan debdi. Mana bitta sonimizni oladigan bo'lsak, mana shu sonimiz. Mana shu sonimiz sizga tushunarliroq bo'lish uchun 2 xil rangda qilib yozyapmiz. Mana 8, 6, 7 uchlarimizni mana qizil rangda qilib ko'rsatdik va masalan 8 xonali son ekan. Qoidani agar sonning juft o'rinda turgan raqamlari mana 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi o'rinda turganlari, mana shular haqida gapiryapmiz. Juft o'rindagilari degani raqamlar yig'indisi bilan toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi. Toq o'rinda deganlari, demak, mana juft o'rin, toq o'rindagisi, mana bu esa juft o'rindagisi. Ayirmasi deyapti. Ayirganimiz, demak, buni ayriymiz. Ayirsak esa 6 chiqdi. 11 ga bo'linsa, bunday sonlar 11 ga bo'linadi deydi. Demak, bu 6 11 ga bo'linmaydi, demak, bu bo'linmaydi degan xulosaga kelamiz. Xullas, sizga berilgan sonni necha xonaliligini yozib olasiz va o'sha yozib olgan xonasiga qarab turib 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi xonadagilar, ya'ni juft xonalilarni qo'shib, keyin toq xonalilarni qo'shib, ikkalasini ayraymiz. Agar 0 chiqsa ham bo'ladi, 11 chiqsa ham bo'ladi. Demak, u 11 ga bo'linadi deb olishingiz mumkin. Bu 11 ning qoidasi edi.
12 ning bo'linish belgisi. Demak, 12 sonimiz bo'linish belgisida 4 va 3 ga bo'lingan sonlar demak 12 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoidamiz bor. Aynan 4 bilan 3 ni oling deganim, qarang, bitta son berilsa, masalan, 4 bo'linish belgisi bor. Oxirida ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bu son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi degan. Mana shu berilgan sonimiz oxiri 32 4 ga bo'linadi. Demak, bu 4 qoidasini qanoatlantiradi. Endi 3 bo'linish belgisi, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlarni qo'shib ko'rsak 27 ekan. Demak, 3 ga bo'linadi. Ham 3 ga, ham 4 ga bo'lingani uchun mana shu berilgan sonimiz, uzun sonimiz 12 ga qoldiqsiz bo'linadi deya olamiz. Undan keyin mana bu yerda 12 ni 6 kari 2 deb olib qo'ymang. Bular o'zaro tub emas. Buni olib bo'lmaydi. Xullas, aynan 4 bilan 3 ni qoidasiga ko'ra tekshirib chiqishimiz kerak. Demak, bu yerda ham 3 ga, ham 4 qoidasiga tekshirib chiqishimiz kerak. 36 ning bo'linish belgisi haqida gaplashishimiz kerak. 36 9 kari 4 36 bo'lgani uchun 4 va 9 ga bo'lingan sonlar 36 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoida bor. Demak, ya'ni bizga bitta ko'p xonali son berilsa, 4 qoidasiga ko'ra oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki o'sha oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa deydi. Berilgan mana shu sonning oxirgi ikkita raqami 32 bo'linadi 4 ga. Demak, 4 qoidasi qanoatlantirilyapti. 9 qoidasiga ko'ra raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bu son 9 ga qoldiqsiz bo'linadi deydi. Raqamlar yig'indisi 27 9 ga bo'linadi. Demak, ham 4 ga, ham 9 ga bo'lingani uchun mana shu sonimiz 36 ga qoldiqsiz bo'linadi deya olamiz. Demak, shundan kelib chiqadiki, bizning misolimizdagi nima deydi? 36 ning bo'linish belgisi qanoatlantirildi va bajarildi deb aytiladi. 4 bilan 9 ga tekshirsak bo'ldi. Bu yerda 12 karra 3 ham 36 bo'ladi, lekin yoki masalan 18 karra 2 ham 36 bo'ladi. Nega aynan u juftliklarni olmay buni olinyapgani, bular o'zaro tub bo'ladi. Shuning uchun, ya'ni 4 bilan 9 qoidasi bor deb qarasangiz ham mayli. Shundan deb tushunsangiz ham bo'laveradi. Xullas, 4 bilan 9 qoidasiga tekshirishimiz kerak ekan. Navbatdagi mavzuyimiz tub va murakkab sonlar haqida gaplashamiz. Demak, tub son biriga va o'ziga bo'linadigan har qanday son tub son degan ta'rif bor. Masalan, sizga tushuntirishimiz uchun deylik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ketaveradi va hokazo sonlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi tub sonimiz 2 dan boshlanadi. 2 yagona juft bo'lgan tub son. Ya'ni bu nima degani? 2 sonimiz faqat 2 ga bo'linadi, ya'ni o'ziga, keyin 2 1 ga bo'linadi. 1 ga va o'ziga, boshqa songa bo'linmaydi. Keyingisi 3. Demak, 3 ham tub son. 4 olmang, bu 4 tub son emas, murakkab son hisoblanadi. Chunki bu 2 ga ham bo'linadi. Masalan, 4 1 ga, 4 ga va 2 ga ham bo'linadi. Bizda boshqa songa bo'linmasin degan. Shuning uchun 4 ni ola olmaymiz. Keyingisi esa 5 olamiz. 5 faqat 5 ga bo'linadi, 1 ga bo'linadi. Keyingisi 6 ni olamiz. Masalan, 6 2 bilan 3 ga bo'linadi, ola olmaymiz. 7 ga keldi. 7 faqat 1 ga va o'ziga bo'linadi. Yoki masalan bundan keyin 11 bor. 11 sonimiz faqat 1 ga va o'ziga bo'linadi 10 dan keyin. Xullas, ana shunday qilib tub sonlarni yozib chiqadigan bo'lsak, va hokazo davom etsak bo'ladi. Faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar tub sonlar hisoblanadi. Murakkab sonlar haqida gaplashamiz. Murakkab sonlarning ikkita ta'rifi bor. Bittasi ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan har qanday son tub sondir. Masalan, 4, 6, 8, 9 ketaveradi. Ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar, demak, murakkab son hisoblanadi. Yoki yana bitta murakkab sonlarning ta'rifi tub son bo'lmagan son, har qanday son, demak, o'sha murakkab son sifatida qaraladi. Shu o'rinda bir soni tub soni ham emas, murakkab soni ham emas. Esingizdan chiqarmang, mana shu birimiz ham tubga ham kirmaydi, murakkabga ham kirmaydigan yagona son hisoblanadi. Demak, bu yerda tub son bo'lmagan har qanday son deganda birni nazarda tutilmayapti. Birdan boshqa har qanday o'sha tub son bo'lmagan sonlar, demak, murakkab son desa ham xato emas. Yoki masalan, ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan har qanday son murakkab son desa ham xato emas. Navbatdagi mavzuyimiz tub va murakkab sonlarni 1 dan 100 gacha bo'lganini, 1 dan boshlab 100 gacha bo'lganini ajratib chiqmoqchimiz. Keling, birinchi bo'lib 1 dan 10 gacha ajratib chiqamiz. Mana shu 2, 3, 5, 7 miz 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ichida tub sonlarimiz hisoblanadi. Yoki mana masalan mana bu
11, 13, 17, 19imiz bu esa 10 dan 20 gacha. Bu yerda hozir 20 gacha bo'lgan sonlarimizni yozib hammasini tartiblaydigan bo'lsak, masalan 20 dan boshlab 28 gacha, ya'ni 20 taning ichida 23 bilan 29 tub sonimiz. Yoki 30 dan 39 gachaning ichida esa 31 bilan 37 tub sonimiz. E'tibor bering, 33 olib qo'ymang, 39 olib qo'ymang. 39 3 ga bo'linadi, 13 chiqadi. Bu esa 3 ga bo'linadi, 11 chiqadi. Mana shunaqa ilmoliy joylari bor. Yoki keyingisi 40 dan, demak 49 gachada 49 olib qo'ymang. 7 kar 7 49. Bu yerda esa 41, 43, 47 hisoblanadi tub sonlar. Va keyingisi 50 larning ichida, demak 50 dan 58 gacha bo'lsa 53 bilan 59. Bu yerda ilmoliy joy 51 bilan 57 ni tub son sifatida ko'pchilik olib qo'yadi. Bular 3 ga bo'linadi. Bu 17 chiqadi, bu esa 19 chiqadi 3 ga bo'lganda. Xullas, bo'linadiganlar bilasiz tub son hisoblanmaydi, faqat o'ziga va 1 ga bo'linishi kerak. Yoki masalan 60 dan 69 gacha bo'ladigan bo'lsa 61 bilan 67 bo'ladi. Bularning ichida 63, 69 larni adashib olib qo'ymang. Ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. Bu 21 chiqadi, 3 ga bo'lsa bu esa 23 chiqadi. Va keyingisi masalan 70 dan 79 gacha bo'ladigan bo'lsa 71, 73, 79 bo'ladi. 77 ni olib qo'ymang. U 7 ga bo'linadi, 11 chiqadi. Yoki 11 ga bo'linadi, 7 chiqadi. Xullas 80 dan demak 89 gacha desa 83, 80 demak 9 bo'ladi. Ko'pchilik 87 ni shu ko'p tortishadi. Bolalar 87 3 ga bo'linadi, 29 chiqadi. Xullas 87 ni olmang, u tub son emas, murakkab son sifatida qaraladi. Yoki masalan oxirgisi 90 dan 99 gacha bo'lsa, bitta 97 gina qoladi. Mana bu 91 sonimiz. Ko'pchilik shuni olishda 7 ga bo'linadigan son. 7 ga bo'lsangiz, demak bitta bor, 7, 21 bo'lib 13 chiqyapti. Men demoqchimanki 91 tub son emas, mana 97 bilan tugadi. Shu yozganimiz 1 dan 100 gacha bo'lgan tub sonlarni tartiblangani. Navbatdagi oxirgi mana shu mavzularimizdan biri, demak tub ko'paytuvchilarni ajratish yoki kanonik yoyilma haqida gaplashamiz. Masalan 120 sonini kanonik yoyilmasini toping yoki 120 sonini tub ko'paytuvchilarga ajrating deb berilsa, qanday ishlaymiz? 120 ni birinchi tub sonimiz 2 dan boshlanadi, 2 ga bo'lamiz, 60 chiqadi. Masalan siz o'ylashingiz mumkin, 120 ni 10 ga bo'lsa bo'lardi-ku, 12 chiqardi desangiz, bu 10imiz tub son emas, shuning uchun bo'linmaydi. 62 ga bo'lamiz, 30 chiqadi, 32 ga bo'lamiz, 15 chiqadi, 15 demak 3 ga bo'lamiz, 5 chiqadi, 5 5 1 bo'lib tugaydi. Mana qarang, yana qaytaraman. Masalan 60 6 ga bo'lib 10 yozsa bo'lardi-ku. Nima uchun 6 ga bo'linmadi desangiz, bu tub son emas 6imiz. Bu tomonga faqat tub sonlar yoziladi. Demak, o'sha yozganimizdan keyin 120 barobar deymiz. 2 larni sanaymiz. Nechta 2 bo'lsa tepasiga yozamiz. Mana 2 dan 3 ta ekan va 3 dan esa bitta, 5 dan bitta ekan. 3 ko'paytirib 5 bo'ldi. Mana shu yozgan narsamiz mana shu yerda kanonik yoyilma yoki tub ko'paytuvchilarga ajratish hisoblanadi. Mana bu emas. Bu kanonik yoyilma tub ko'paytuvchilarning jadvali hisoblanadi. Mana bu yerda javob hisoblanadi. Demak, mana shu javobimiz tub ko'paytuvchi ajratish va kanonik yoyilma. Ikkalasi bitta narsa, xohlasa kanonik yoyilmani toping deydi, xohlasa tub ko'paytuvchilarga ajrating deydi.